Qo'shiqlar asaridan parcha tayyorlaganmiz. Marhamat, tinglab tomosha qiling. Qadar buzrukvorim, buyrug'ingiz bajarildi. Ibrohim Lodining onasi Malika Bayda siz bilan ko'rishmoq niyatida qal'aga tashrif buyurdi. Marhamat qilsinlar. Men ul oliyzod malikamizni e'zozlamoqqa tayyorman. Chorlaringiz. Hazratim, ehtiyot bo'ling. Ne qilsa ham dushmaningiz Onalar shohlar qarshisida hargiz tiz cho'kmagaylar malikam. Siz onasiz. O'z qadringizni bu qadar yerga urmang. Mana qal'aning kaliti. Haftorlar siz tomonga o'tishga tayyorlar. Qal'aning beklarli va navkarlari xizmatingizga tayyordir. Malika, bizdan qanday tilagingiz bo'lsa, ayting. Ayting, menga boshqa ozor bermasinlar. Minbat malikaga hech kim ozor bera ko'rmasin. Hamma uni mo'tabar onamizdek ehtirom qilsin. Minnatdorman. Malika, yana qanday tilagingiz bor? Ayting. Har neki bo'lsa bajarurmiz. Men betobman. Ruxsat bersalar, nevaram yonimda bo'lsa. Bu tilagingiz ham bajarilur malika. Malika Bayda o'g'li Ibrohim Lodiyning vafotidan qattiq qayg'uga tushadi. Uning o'limiga sababchi deb Boburga bo'lgan nafrati so'nmagan edi. O'zining ishonchli odamlari bilan til biriktirib Boburni zaharlaydi. Xalq orasida podshoh og'ir ahvolda ekan deya gap tarqaladi. Tabiblarning sa'y harakati bilan ancha o'ziga kelgan Bobur 2 kundan so'ng shohona kiyimlari bilan devonga chiqadi. Ibrohim Lodining onasi Malika Bayda tashrif buyurdilar. Suiqasd qilgan qotil. Suiqasd emas, bu intiqom. Podshohingiz to'kkan qonlar qasosi bu. Menga yordam bergan oshpaz ham, chashnagir ham, kanizak ham hammasi mardlarcha jon berdi. Endi navbat meniki. Men o'g'limning dog'ida kuyib kul bo'lganman. Endi qo'llaringdan kelsa, kulimni ko'kka sovurlaring. Bu qanday yovuzmanlik? Shunchalik o'ch olish niyatingiz bor ekan, A'lo Hazratning inoyatlarini nega qabul qildingiz? Men o'g'limning kushandasiga ona bo'lishdan qiynalib ko'z yosh to'kkan edim. A'lo Hazrat sizni mo'tabar onadek e'zozlang deganlarda yig'lab minnatdorchilik bildirganingiz yodimizdan chiqqan emas? Men ayol kishiman. Qilich ko'tarib jang qila olmayman. Ana o'sha qilich mening zaharim edi. Men kabi minglab onalar hozir motam tutib ko'z yosh to'kib yuribdi. Fotihlar panibatda ming odamlar o'limiga sabab bo'ldi. Qancha kelinchaklar beva qolib, o'zlarini erlarining jasadlari bilan birga olovda yondiryapti. Ana o'sha zahar ajal urug'idan tayyorlangan edi. Unga beva bechoralarning achchiq ko'z yoshlari ham qo'shilgan edi. Hazratim, bu yalmog'izning tilini og'zidan sug'urib olmoq kerak. Shunday mal'unlik ustiga yana buncha gap. Mayli. Meni qiymalab tashlasinlar. Men qo'rqmayman. Janob beklar taklif qilgan jazolar barchasi asosli. Biroq bu xiyonatchi malikaga bularning barchasidan ham og'irroq bir jazo bor. Bu xonimning gapiga qaraganda hamma yetim va yesirlar uchun jon achir emish. Biroq buning o'g'li Ibrohim Lodi el ulusga ozmuncha zulm o'tkazganmi? Ozmuncha odamni yetim va yesir qilganmi? Ibrohim sababchi bo'lgan ichki urushlarda
har yili qancha odam halok bo'lgan edi? Janob Koroniy, siz bilsangiz kerak. Hazratim, menda savod bor. So'nggi 3 yil davomida Ibrohim Lodiy boshlagan ichki urushlarda bizdan 120 ming odam halok bo'lmishdi. Bir yilda 320 ming. Ibrohim Lodiy esa 10 yildan ortiq taxtda o'tirgan. Agar Ibrohimning onasi bo'lmish bu xonim o'lgan navkarlarga-yu ularning yetim yesarlariga astoydil jon kuyar bo'lsa, nechun 100 minglab odamlarning behuda o'lib ketishlariga yo'l qo'ygan? Nechun o'g'lini bunday nojo'ya ichki qirg'inlardan qaytarmagan? Men faqat ona edim. Podshoh o'g'limga amr farmon bera olmas edim. Nojo'ya ichki qirg'inlarni to'xtatishga amr farmon bermoq uchun mana biz bel bog'ladik. Tangridan umidimiz borki, bu ulug' mamlakat endi yagona markaziy davlat atrofiga jipslashgusidir. Biz Hindni bizga hamkor va hamnafas Hind beklari, fuzalalari, hunarpeshalari ko'p. Bizni zaharlab o'ldirmoqchi bo'lgan bu makkor xonim uchun eng og'ir jazo shuki, mana biz tirikmiz. Bu xonimning o'zi-yu o'g'li qila olmagan ishlarni biz qilmoqdamiz. Hazratim tantilik qildilar. Bu malika shu daraja yetim yesarga jon kuyar bo'lsa, Abdukarimbek, Labbayk hazratim. bu malikaning butun mol va dunyosini musodara qilib, jamna bo'yida bir buqai hayot qurdiring. Barcha xizmatkorlari o'sha buqada xizmat qilsin. Malikaning butun boyligi, mol va dunyosini yetim yesarga xayr ehson qilib ulashsinlar. Bosh ustiga hazratim. Malikaning bundan keyingi to hayotining umri oxirigacha tirik saqlash ham sizga topshirildi, janob Abdukarimbek. Ha, tirik. Malika bizning bundan keyingi zafarlarimizni ham ko'rsin. Yomonlikka yaxshilik qilish mard kishining qo'lidan kelishiga amin bo'lsin. Agar malikada vijdon bo'lsa, unda o'g'li qila olmay ketgan ishlarni biz qilganimizni ko'rib, vijdoni azoblansin. Agar vijdoni bo'lmasa, ichida faqat baxillik chayollari bo'lsa, bu chayollar o'zini chaqib yotaversin. Malikaga bundan o'zga jazo munosib emasdir. Olib chiqib keting. Yo'q, o'ldiring meni. O'ldiring.